Düştüm pardon, yolda düştüm patrondan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgan video bo'yicha holat sodir bo'lgan joyga keldik. Bektemir tumani Rohat ko'chasi, Rohat mahalla fuqarolar yig'ini orqa tomonidagi bolalar maydonchasi. 15 yoshli 9-sinf o'quvchisi, haydovchilik guvohnomasi yo'q. O'zini xolasiga tegishli bo'lgan Spark rusumli avtotransport vositasini haydab chiqib, Rohat ko'chasida Yangi O'zbekiston ko'chasidan Husayn Bayqaro ko'chasi tomonga harakatlanib ketayotgan paytda boshqaruvni yo'qotib, bolalar maydonchasi bardordan o'tib besetkaga borib urilgan. Holat bo'yicha haydovchi voyaga yetmaganligi uchun ota-onasi chaqirtirilgan, profilaktika inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilyapti. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lgani uchun avtotransport vositasi jarima maydoniga olib ketiladi. 31-yanvar kuni xolamga tegishli bo'lgan Spark avtomobilini mo'yka qilishga olib chiqib ketdim. Va mo'yka qilish jarayonida o'rtog'im bilan mahallani aylanaman deb videoga olib mahallani aylanganmiz mashinada. Upravleniya yo'qotib, Barjurusga chiqib ketdim. Qilgan ishimdan ming pushaymonman. Boshqa qaytarilmas ekan va'da berib qolaman. Xalqimizdan, mahalladoshlardan, qo'ni-qo'shnilardan hammasidan uzr so'rayman. Boshqa bu ish qaytarilmaydi. Boshqa rolga qaytib o'tirmayman.